Xitoyning eng nufuzli universitetida kir yuvish necha pulga tushadi? Video oxirigacha ko'ring va albatta bilib olasiz. Va ketdi. Mana ko'rib turganingizdek, biz o'sha universitetdamiz. Bu yerda 4 ta mashina bor. Ikkitasidan siz oddiy kiyimingizni yuvasiz, bu yerda bo'lsa quritasiz. Quritgandan keyin uni ochib turib, bratanlar, xolos, siqqin ekan. Mana. Bu yerda esa ko'rib turganingizdek, kiradigan shundan bosamiz, takka skan qilamiz. Shundan bosamiz. Bosganimizdan keyin tur yuvan ekan. Bu degani 7000 so'm atrofida. Tepa qismi ham taxminan shunaqa ekan. 7000 dan 10000 gacha bemalol yuvib quritib olsangiz bo'lar ekan. Alohida. Bu degani bitta kiyimni yuvib quritish sizga taxminan 15000 dan 20000 gacha tushishi mumkin. Bu qimmatmi, qimmat emasmi? Izohda fikringizni qoldiringlar va albatta kelasi vlogni ko'rsataman. U yerda biz o'sha nufuzli universitetning oshxonasini sizlarga ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum.